Mana o'sha mashhur Qizilnavr sharsharasiga mana yo'l oldik. Kelishlarini tavsiya qilamiz. Mana dahshat manzarani. Eng baland O'zbekistondagi sharsharadan bittasi Qizilnavr deydi. Yevropa, Shveysariya tog'lari ham kerakmas, sharsharalar ham kerakmas. Mana o'zimizdagi sharshara. Mana manzarani qaranglar, manzara. Kimdir stressdan, tushkunlikdan, charchash, holsizlik qiynayotgan bo'lsa borki, mana shu hayot tashvishlari. Mana shunday joylarga kelsin. Mazza qilar. Mazza. Hordiqlar chiqib ketaman, o'rmon. Hozirlarga sharsharani ko'rsataman. Hali bunaqasini ko'rmagansizlar. Hali buni manzarani qaranglar, archani. Bu yerning ob-havosi, havosi boshqacha-da buni. Kamerada tasavvur qilish qiyin buni. Ana ko'ring. Ana. To'liq dahshat. Dahshat ko'rasizlar mana sharsharaga. Sharsharaga yaqinlashyapmiz. O'rmonning manzara, sharsharaga yaqin qoldik. Va shu zo'r manzarani ko'rinar. Allohning bergan ne'matlaridan bittasi. O'zbekistondagi eng zo'r joylardan. Boysunda joylashgan, Boysunda. Hali YouTube'da bunaqasi bo'lmagan. Hali qo'yilmagan bunaqa joylar. Mana ko'ringlar. O'rmonni qaranglar, o'rmon archazorlari. Toshloq joylardan o'tiladi. Pastdan chiqishda chap qo'ldan chiqib olsangiz, toshloq joylari bor. Chiroyli manzarali joylari bor. Daraxtlarning orasidan o'tamiz. Mana qaranglar, yaxshi men bu yerda bolalar piknik qilib yotibdi. Qanday? Zo'rmikan, zo'r joylarmikan yigitlar? Nima deysiz? Dahshat. Kelish kerak, miya quvvatini uyg'otish kerak. Miyani ochish kerak, stresslarni, depressiya, tushkunliklar ketadi, vobshe zo'r. Bir kunda miyalaring ochiladi, bir kunda. Mana o'rmonni qarasizlar. Men bu yerda yotib dam oladigan joylar ham ko'kalamzor, bir tomoni o'rmon, bir tomoni qorli tog', bir tomoni suv, bir tomoni yoz faslini ko'rasizlar. Sarg'ayotgan o'tlar. Bir tomonda mana bahor, yam-yashil o'tlar. Va mana 1000 yillik archa, qarang, 1000 yillik archa. 6 kishi ham buni quchog'i yetmadi. Qalinligini mana archa bu yerda mana shuni 1000 yillik archalar bor. Mana xudo xolasa sharsharaga yaqin qoldik. 200 metr qoldi. Allohning ne'matiga qaranglar. Eng baland O'zbekistondagi sharshara. Vobshe zo'r. Zo'r ob-havo, manzarani qaranglar. Bu tomonda qorlikni qaranglar, bu tomonda qorliklar. Mana qor. Kaftimizda turibdi qor. Bu yoqdagi o'rmonlar, mana bu tomonda yoz fasli boshlangan. Bemalol kelishlari mumkin mana. Bu yoqda mashina yo'l kelgan. Bemalol odam yurib kelib mana bu tomonda. Bu tomonda dara bilan keladi. Bu yoqda qarang mana. Mana bu tomonda daradan oshib keladi. Bu yoqda odam yuradi faqat. Bu yoqda mashina yurmaydi mana. Dara bilan kelib manzara, Allohning ne'matiga qaranglar, Allohning ne'mati. Dahshat. Bu miyani cho'tga uyg'otadi. Mana bunday manzarani ko'rsalar, barcha hordiqlaring chiqib ketadi. Miya cho'tga ochiladi. Barcha kasalliklar birdan yo'q bo'lib ketadi. Xudo xolasa inshaalloh. Mana shunday joylarga kelinglar, manzarali joylarga kelinglar. Aylaninglar, O'zbekistonning bunday manzarali joylari juda ko'p. Bu Boyssunning eng zo'r tepali, eng zo'r tog'li joylari. Eng baland Boysun tog'laridan, qorli tog'lari, sharsharali tog'lari. Eng zo'r joylar. Hali bunday joylarga ko'pchilik kelmagan, hali bunday joylarni ko'pchilik bilmaydi.
O'zbekistondagi eng baland sharsharalardan qaranglar. Mana o'sha sharshilar Havo vahshiy dahshat ob-havo. Sharsharani birta ko'rsangiz, hamma dahshat sharsharlar. Mana pastga tushaman, pastga mana sharsharaga. Mana Allohning ne'matiga qaranglar. O'zbekistonda ham mana shunday zo'r joylar bor. O'zbekistonda ham. Sekin-sekin pastlikka tushyapmiz. Barcha hordiqlar chiqib ketadi, barcha hordiqlar. Mana sekin-sekin mana zo'r. Mana bunday joylardan o'tamiz. Chakalakzorlardan. Ko'rasizlarmi? Bu yerda ham yo'llar bor. Görünüzler. Lekin bir ob-havosi iqlim bir kameraga tushmaydi, bu ob-havo kameraga tushmaydi. Agar kameraga tushgan ob-havosi ham o'z videoda ko'rib mazza qilib ko'rasizlar. Mana qaytyapmiz. Zo'r mazza qildik. Sharsharaga yetgandan keyin barcha hordiqlar chiqib ketadi. Vobshe Yevropa, Shveysariyalar kerak emas. Mana shu o'zimizning Boysun tog'idagi eng baland sharsharaga chiqsa, Yevropadan 100 karra zo'r. Qaranglar, dahshat. Agar sizda stress, bosh og'rig'i, uyqusizlik, lanjlik, bel og'riqlari, tiz og'riqlari, hazm qilishda muammo bo'lsa, mana shunday joylarga chiqsangiz, mana shu simptomlar ketadi, yengillashadi. Bundan tashqari, bunday joyda kislorodga va vitaminga boy joylar bo'lgani uchun organizm immun sistemasi yaxshilanadi va miya to'qimalari, yurak to'qimalari qonda kislorodga to'yinadi. Kimdadir shunday muammolar bo'lsa, bemalol mana shunday joylarga aylansa, o'zini ancha yengil qiladi. Mana shu muhimi mana shunaqa kasalliklar, stress, depressiya tushkunliklardan yengillashadi, kamayadi. Agar shunda ham sizni qiynayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz, biz sizga yordam beramiz. Mana shunaqa kasalliklarni, mana shunday kasalliklar bilan qanday yechimini qilish kerak, biz sizlarga programma tuzib beramiz. İnşallah Xudo xolasa mana shu og'ir kasalliklar yoki bo'lsa mana shunday qiynalayotgan kasalliklardan chiqib ketasizlar. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.